Hurmatli kuzatuvchilar, bahor yaqin, xudo xohlasa qurilishlar avjiga chiqadigan payt boshlanyapti. Xudo xohlasa biz ham mana Toshkent viloyati Parkent tumanidagi sement narxlarini sizlarga qisqacha yoritib berib ketamiz. Har doimgidek internetda juda ham mashhurlikka erishgan Ulug'bek akam oldiga keldik. Sement sotish bo'yicha rekord qo'ygan akam. Ulug'bek aka, qanaqa sementlardan boshlaymiz obzorni? Konch sementi. Konch sement. Qayoqda ishlab chiqariladi aka bu? Ohangaron. Ohangaronda ishlab chiqarilar ekan. Markasi qanaqa bo'ladi? 400 plus 450. 400 plus. Xo'p, 50 kilo bo'ladi qopida. 50 kilo. Bo'ldi. Hurmatli do'stlar, ko'ryapsizlar. Jalbalar bo'lmoqdimi aka bu sementdan? Yo'q. Zavodligi uchun jalaba bo'lmaydi. Zavod. Sifati zo'r, ha? Sifati zo'r. Bo'ldi. Hurmatli do'stlar, xudo xohlasa konch sementni bilgan biladi. Ohangaron zavodida ishlab chiqariladi. Mana obunachilarimga necha puldan qilib berasiz? 37 ming so'm. Yo'q, tushmasangiz bo'lmaydi aka. Объемный narsa bo'lsa 1000 so'm yana tashlaymiz. 36 qilib berasiz. 36 qilib beramiz. Bo'ldi. Hurmatli do'stlar, bemalol pastdagi ko'rsatilgan nomerlarga telefon qilaverasizlar. Dastavkalar bormi Ulug'bek aka? Bor, dastavka xizmatlarimiz bor. Bo'ldi. Xudo xohlasa bemalol Ulug'bek akam orqali ishlarni tez va oson bitirib olsanglar bo'ladi. Konch Ohangaron sementi 50 kilo bo'ladi. Hozir necha qop qatga ketyapti aka? Bu xudo xolasa 40 qop sement ketadi, 2 tonna. Aha. Parkent shahariga ketadi. Parkentga ketyapti, xudo xolasa 40 tonna 2 tonna bo'ladi. 2 tonna bo'ladi. Gap bo'lishi mumkin emas. Hurmatli do'stlar, o'zimizni Parkent tumani Atipidagi Taxta bozorchidan kirganlarda shundoqqina Ulug'bek akamga uchrashasizlar. Xudo xolasa ishlarni tez bitirib beradi. Uydan chiqmasdan turib ham pastdagi nomerlarga telefon qilsanglar, dastavkasi bilan uyingizga chiqarib yuboradi. Obyektivlargami? Kelib o'tirishlar shart emas. Shunaqa imkoniyatlar bor. Barakasini bersin Ulug'bek aka.